Hammaga salom. Ko'pchilik shu ro'molni qanaqa o'raganimni so'rabdi. Hozirlarga tutorial qilib bermoqchiman. Bizga shunaqa katta qashqa ro'mol kerak bo'ladi. Sharf. Mana bu tomoni kalta tomoni, bu tomoni uzun tomoni. Biz kalta tomonini olamiz. Ichimdan shapkacha kiyib oldim, sal ko'rsatib berish uchun, lekin sizlar shapkacha kiymasalaring ham bo'laveradi. Shunday qilib ichimda shapkacha borligi uchun g'alati ko'rinyapti, lekin mana dasturga qilib olamiz. Mana shu tomonni hammasini olib kelamiz oldiga. Mana bunaqasiga olib borib, mana bu tomonga, mana orqalaringga bitta bulovkada qatirib olamiz. Hushyor bo'lib qatirasizlar, chunki bo'yinlaringiz sanchilib qolishi mumkin. Bu tomonni orqaga tashlaymiz. Mana bunaqa qilib qolgan qismini bu yoqqa olib kelib tashlab, mana o'sib turgan joyini boshlariga topasizlar. Buni bitta tarsalaring, qo'ng'iroqcha bo'lib qoladi. Bitta zastyoshga bitta bulovka kerak bo'ladi. Agar sizlar ro'molinglar mana yurganda mana bu bunaqa bo'lib turadi-da. Shunaqa bo'lishini xohlamasanglar, ikki tomonda yana bulovka qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bu oq bulovka qilsanglar, bunda oqi yo'q, qorasi bor, chunki men oq ro'mol o'ramasdim. O'rab ko'rdim, o'zimga yoqdi, shuning uchun oq ro'mol o'rayapman. Och rang bilasizlar, kam kiyaman. Ro'molda ham, kiyimda ham, lekin yarashar ekan och rang. Mana shuning uchun o'zimga yoqdi. Bu yoqni ham shunday qatirib olasizlar. Bitta qashqani o'zidan shunaqa dvoykaga o'xshagan ro'mol chiqadi.